Allah dersin. Shahzoda hali ham qochib ketmadimi? Bu unchalik ham oson bo'lmaydi. Ular hali juda yosh. Nima bo'lganda ham bu yerni o'limgacha himoya qilamiz. Signal berilmaguncha ushlab turing. Mana shu urushning sababchisi bo'lgan odam Galgxeyn imperatori Arnold Hayn. Boshladik. Men bu hayotni ham boshimdan kechirib bo'ldim. Lekin keyingi safar men Rishi Irmgard Wisner. Siz valiahtning kelini bo'lishga noloyiq makkor ayolsiz. Bugun shu daqiqadan boshlab men siz bilan bo'lgan nikohimni bekor qilaman. yaxshi, tushunarli. To'xtab tur, men kelishuvimizni bekor qilyapman. Sen hozir nimada bo'layotganligini bilmay xavotirda bo'lishing kerak. Yo'q, hammasi yaxshi. Ma'zur tutasiz. To'xta, Rishi, qayerga ketyapsan? Menga quloq sol. Yana bir bor shunday Men bir bo'ldi. hafta davomida qilgan ayblaringni o'qishni repetitsiya qilgan edim. Eshit, hoy!
Hoziroq bu yerga Men qayt. bu vaziyatdan qanday chiqishni yaxshi bilaman. Axir men 7-marta bu hayotni qaytadan boshdan kechiryapman. Hozir ham hammasi yodimda. Mana birinchi hayotim. Rishi Irmgard Wisner. Siz valiahtning kelini bo'lishga noloyiq makkor ayolsiz. Bugun shu daqiqadan boshlab men siz bilan bo'lgan nikohimni bekor qilaman. Nima? Nikohimizni bekor qilasizmi? Lekin nega? Siz bu shohlikdan bugunoq surgun qilinasiz. Lekin shahzoda, nima demoqchisiz o'zi? Men hozir sizning jinoyatlaringizni sanab o'taman. Jinoyatlar? Biz gersak uyidamiz. Tojga sodiqlik qasamyodini qilganmiz. Men yagona qizim bu qasamyodga xiyonat qildi. Bundan uyal, Rishi. Ular yolg'on ayblovlar. Ishonmanglar. Dada, oyi ochinglar. Nikohim bekor qilindi. Oilam ham meni tashlab ketdi. Ustimdagi libosdan boshqa hech narsam qolmadi. Endi men nima qilaman? Yosh xonimlar kabi yerga tikilish juda qiziqmi? O'shanda shunday bo'ldi. O'sha sayohatchi savdogarlar bilan uchrashib qoldim. Boshingga tashvish tushgan ko'rinadi. Bu arava keyingi mamlakat sari yo'l olgan. Ishonchingiz komilmi boshliq? Unga o'xshagan go'zallarga juda ham tajovuzkorsiz. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Ular savdogarmi? Ahmoqlarga yarasa, men odamlarga shunchaki mehribonman xolos. Hatto oy nurida ham bu ipaklar juda yorqin porlamoqda. Vishkoladan qilingan shundaymi? Demak, eng kamida qirol oilasi yoki gersog uyidansan. To'g'ri, sen kabi oliyjanob xonimchalarni olib ketishimiz, Bu uzuk evasiga meni olib keta olasizmi? Biz shunchaki narsalarni oldi-sotisi bilan shug'ullanmaymiz. Yuraklarni yondiradigan va bizni qiziqtira oladigan tovarlarni topamiz va ularni biz kabi hayajonlanganlarga sotamiz. Xaridor ham sotuvchi ham tovarlarni yaxshi ko'radi va bu savdoda foyda keltiradi. Bu bizni qoida, Arya Trading kompaniyasi qoidasi. Bu yuz nahotki bizani shunchaki qiziq qoldi deb o'ylagan bo'lsang, sani hayoting go'yoki hozir bo'sh varoq kabi, to'g'rimi? Balki bu sen uchun ajoyib imkondir. Savdogar bo'lishni xohlaysanmi? Manmi? Bu haqida oldin sira o'ylab ko'rmagan ekanman. Sen bo'lajak shahzoda xotini sifatida bo'lajak taqdiringdan xalos bo'lding. Endilikda sen istalgan joyga borishing mumkin. Xohlagan ishingni qilishing mumkin. Ozodlik, xohlagan narsamni qila olamanmi? Chiroyli ko'zlar egasisan va seni biz kabi do'stona karvonga yetaklagan ajoyib omad egasisan. Agar savdogarlik qilsang, bundan buyog'iga hayoting qiziq bo'lsa kerak. Xo'sh, nima deysan? Roziman. Iltimos, menga ham savdogarlikni o'rgating. Mana birinchi hayotim. Tali qo'l ostida qanday savdo qilishni o'rgandim. Keyin o'zim savdogar bo'lib yo'lga chiqdim. Men dunyo bo'ylab sayohat qildim. Har bir mamlakatni aylanib chiqdim. Ro'yxatimda bormagan faqat bitta mamlakat qolganida meni urushga chaqirib qolishdi. Va oxir-oqibat hayotimdan ayrildim. Nima? Rishi Irmgard Wisner. Siz valiahtning kelini bo'lishga noloyiq makkor ayolsiz. Bugun shu daqiqadan boshlab men siz bilan bo'lgan nikohimni bekor qilaman. Valiaht shahzoda Detrix? Bu yana nimasi?
Ko'ylagim va uzugim o'sha kungidek. Bularni hammasi tushmadi. Siz bu shohlikdan surgun qilinasiz. Og'riyapti. Nikohimizning bekor qilinishi shunchalik xafa qiladimi sizni? Agar bu tush bo'lmasa, unda tezroq harakat qilishim kerak. Bo'lmasa ular meni qasrda qamab qo'yishadi. Ma'zur tutasiz. Xo'y, Rishi, qayerga ketyapsan? Menga quloq sol. Yaratganga rahmat. Qanday bo'lganini bilmadim, lekin yana bir imkon berildi menga. O'sha kechadan juda xafaman, chunki shaxsiy buyumlarimni ola olmagan edim. Agar oldindan pulim bo'lganida, savdogarligim ancha yurishgan bo'lardi. Endi qiladigan ishim o'sha savdogarlar bilan yana bir bor qaytadan uchrashish. Lekin borganimda bildimki, ular allaqachon o'tib ketishgan ekan. Demak, bu uyga borib narsalarimni yig'ib olganim uchunmi? Nima? Buvim tashlab ketgan xorijiy dorivor o'simliklar kitobi. Oldingi vaqtdan farqli o'raloq. Hozir menda pulim bor. Demak, nima qilishni bilaman. Ikkinchi hayotimda mol-mulkimni sotib tushgan pulni dengizdan o'tishga ishlatdim va tibbiyot yo'nalishini tanladim. Dorivor o'simliklar qayerda o'sishini bilib va epidemiya qachon tarqalishini hisobga olib, birinchi hayotimda to'plagan tajribamdan foydalanishga muvaffaq bo'ldim. Bir kuni shimoldagi podshohlikka sayohat qilib, kasal shahzodani qutqarib qoldim. Ahvolingiz ancha yaxshi ko'rinadi, janob Kayl. Rahmat, Weitsner. Bugun o'zimni juda ham yaxshi his qilayotganimdan hayratdaman. Buning barchasi sizning toringiz tufayli. Juda xursandman. Mana o'simlikshunos sifatidagi hayotim nihoyatda foydali edi. Lekin yana bir bor xuddi birinchi hayotimda bo'lganidek, ikkinchi hayotimda ham urushda vafot etdim. Rishi Irmgard Weitsner. Siz valiahtning kelini bo'lishga noloyiq makkor ayolsiz. Bugun shu daqiqadan boshlab men siz bilan bo'lgan Sizni nikohimni tushundim. Tushunding nima? Uchinchi hayotimda boshqa narsaga e'tibor qaratdim. Oldingi hayotimda o'rgangan ixtisoslashtirilgan ta'lim sohasi va ixtisoslashgan daho olim. U mana ikkinchi hayotimda tanishim bo'lgan doktor Mishel Evan edi. Tanish chehra qanday yaxshi. Nazariyani qanchalik mukammal deb hisoblamang, barabar. Faqatgina takroriy tajribalar orqali siz to'g'ri xulosaga erishishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi, doktor. Rostdan ham siz bundan zavqlanayotgan ko'rinasiz. Yangi narsalarni o'rganish juda ham qiziqarli. Bu meni dunyoqarashimni kengaytirib, dunyoga bo'lgan qiziqishimni oshiradi. Shundan so'ng yaxshi shifokor sifatida undan ajralib, yolg'iz ishlashga qaror qildim. Lekin baribir urushda halok bo'ldim. 4-chi hayotimda gersikning uyida cho'ri bo'lib xizmat qilishdan tortib, 6-chi umrimda erkak qiyofasida ritsar sifatida jang qildim. Har bir hayotimda yaxshi yashadim. Ularning barchasi zavqli edi. Lekin har bir hayotimda 5 yil yashagach, men yana halok bo'lardim. Urushda halok bo'lmagunimga qadar o'z vaqtimni mazmunli o'tkazish uchun tinmay ishlardim. Lekin 7-chi hayotimni o'tkazayotganimda uni ancha oson va yengil o'tkazishga qaror qildim. Lekin bu safar uzoqroq umr ko'rishga qaror qildim. Shu paytgacha har doim asosiy kirish joyidan chiqib ketardim. Lekin bu safar balki qisqa yo'ldan ketarman. Oy! Bu qisqa yo'l deb kechirasiz. Xonim, menimcha o'z yo'lingizda. Imperator Arnold Hayen? Meni kimligimni qayerdan bilasan? Bu qirollikka ilk marta kelishim. Ma'zur tutasiz. Meni ismim Rishi Irmgard Weitsner. Birinchi marta ko'rayotgan bo'lsam-da, axir ismingiz tillarda doston-ku. Adashmasam, hozirgina meni imperator deb chaqirding.
Mani otam imperator. U hali ham tirik, shuning uchun hozircha shahzodaman. Shunaqa deng. Chin dildan uzr so'rayman, oliy hazratlari. Juda hurmatsizlik bilan noto'g'ri gapirganimdan pushaymonman. Lekin mana nikohim bekor qilindi. Shoshilishim kerak. Hoziroq dam olmoqchiman. Buzilgan nikoh? Shoshma. Juda soz. Nimadir yuz berdimi? Oliver, mani otimni tayyorla. Buyurganingizdek. Nima qilishni rejalashtiryapsiz? Bu tanamda kamchiliklar hali ham ko'p ekan. Yana mashq qilishim kerakmi deyman. Nima? Men buni rejalashtirish uchun bir hafta sarfladim. Shahzoda Dietrix, bu Rishi xonim. Hozir qani menga yo'l bering. Mening vaqtimni olding, Rishi. Sen sevganimni eshitishni xohlamaysan. Senga ko'proq qoralovchi so'zlarni aytgan ma'qulroq. Biroq bu sen xohlaganingdek bo'lmaydi. Sen kabi iflos ayollarning bolg'asini tushirib qo'yish. Bu yurtning bo'lajak podshosi sifatida Janosim menga tegishli vaqtdan boy bo'lishdir. berib bu bema'ni gaplarni eshitishga majbur bo'ldim. Agar avvalgi hayotimdek oldinroq kelganimda uning bema'ni Nima yuzini deb ko'rmagan pichirlayapsan? bo'lardim. Kutganimdek. Saroyda sen mening e'lonimga befarq munosabatda bo'lding. Lekin menimcha qalbingiz juda qayg'uda ko'rinadi. Nima? Nikohni bekor qilishim seni shunday umidsizlikka solib qo'yibdiki, nima qilishni ham bilmay qolasan. Yuraging ezilgan holda sarson sargardon yurgansan. Men bir qarashda ko'p narsani ayta olaman. Kiyiming loyga botgan, butun vujudingda yaralar bor. Nizomimning qayg'usi seni shu kuylarga soldimi? Nima aqldan ozganmisiz? A? Qayg'u kiyimni iflos qilmaydi. Eng muhimi esa bizning kelishuvimiz buzilganidan sira ham xafa emasman. Nima? Valiahd shahzoda Rishi xonim tomonidan rad etilganmi? Lekin Rishi xonim nashrni buzmagan, shunaqa menimcha. Shunga qaramay shahzoda Rishi xonimdan ko'ra ko'proq xafa deb tuyuladi. Sen haqsan. Qo'ysiz u yerdagilar. Behurmatlik qilmang. La'nati Shu dehqonlar. 6 ta hayotimning birortasida u bilan turmush qurmaganimdan xursandman. Janob oliylari, siz o'z xalqingizni himoya qilib qadrlashingiz kerak. Hozirgidek munosabatda bo'lmang ularga. Sen birinchi o'z xulq-atvoringni to'g'rilab ol. Mendan kechirim so'rash niyating bormi? Buning aksi, chindan ham kelishuvimizni buzganingiz uchun katta rahmat. Nima? Mening ustimda kulishni bas qiling. Bu to'g'ri. Siz juda yomonsiz, Rishi xonim. Iltimos qilaman, meni qadrli Valiahd shahzodam Dietrixni xafa qilmang. Mari xonim, Rish, sen mening sevgilim Marini haqorat qilding va yana uni yig'latishgacha bording. Sen kabi betarbiya madaniyatsiz ayol malika bo'lishi mumkin deb o'ylaganmiding? Shunaqami? iltimos qilaman biroz tinchlaning. Nikohni bekor qilganingiz haqidagi farmoningizga itoat qilaman. Endilikda hech qachon ikkalangizni ko'zingizga ko'rinmayman ham. Nima? Bolaligimdan beriman Valiahd shahzodaga xotin bo'laman deb bu yaxshi hayot deb o'ylab ishonib kelganman. Lekin adashibman. O'z qadrimga o'zim yeta olarkanman. Endi menga hech narsa kerak emas. Ha, nima haqida gapiryapsan? Hayotim uchun sizni boringiz ham yo'g'ingiz ham qiziqmas. Shahzoda Dietrix, siz rostdan ham juda yomonsiz, Rishi xonim. Mari xonim, qanday tuhmatlar qilsangiz ham sira ham sizdan jahlim chiqmaydi.
Janob oliylar bilan turmush qurishingiz oilangiz uchun kerak. Buni qayerdan bilasiz? Lekin iltimos unutmang, agar kelajagingiz orzuingizdagidek bo'lmasa, bundan ma'no yo'q. Mana o'zim nimani xohlayman? Oilangizni baxtli qilish va ikkinchi tomonda o'zingizni baxtli qilish. Bir vaqtning o'zida ikkalasini ham qila olishingiz kerak. Aytganimdek, tanganing ikki tomonini ham xursand qiladigan hayotni tanlang. Mayli, sizlarni boshqa bezovta qilmay. Risha xonim, Yana birinchi hayotimdagidek bisotimda Soy ritsarlar, Rishani qo'lga oling. Endi bu yerdan qayerga boraman o'zi? Ana Risha xonim, biroz kutib tursangiz. Men o'ylaganimdek qilich ustasi ekansan. Bu qilich mahoratini qayerda o'rganishga ulgurding? Arnold Hayen. Bu sir. Mani mahoratim esa sizdan maqtovga loyiq emas. Siz zarbani orqaga sekinroq ushlab turdingiz, to'g'rimi? Hoy, qora kiyimli, sen kimsan? Rishadan uzoqroq tur. Hamma joyida qolsin. Biz Galxen valiahd shahzodasiga tajovuz qilmasligimiz kerak. Galxaning tosh shahzodasi? Shahzodamizni otli qo'shinlarini bir qo'li bilan yo'q qilgan shahzodami? joyingizda qoling, bo'lmasa siz ham o'lasiz. Shahzoda Arnold, bu yerga sizni nima boshlab keldi? Mana sezgarligimni sinash uchun kelmagandirsiz har holda. To'g'ri. 6-chi hayotim ham shu insonning qo'lida boy berildi. Bir kun kelib u butun dunyoni qamrab oladigan urushni keltirib chiqaradi. Mana o'limimga sabab bo'lgan urushni. Nima? Nima qilyapsiz? O'rningizdan turing. To'satdan qo'pollik qilganim uchun uzr so'rayman. Bir narsa so'ramoqchiman. Bu iltimosnoma. Men sizni qo'lingizni so'ramoqchiman. Telegramdagi Anya Lovers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdi Tamioka, Karasu, Mitsuha va Itachi. Tarjimon Zenitsu, Taiming Itachi. Mayli keyingi qismlarda Anya Lovers kanalida ko'rishguncha.